Ya'ni 10dan bir qismi. 10dan bir qismini ajratib, mana shunga o'sha lot ochgungacha, ochish to'xtagungacha bosib. Analiz o'xshamagan taqdirda ham hech qanaqa xavfli emas. $100 plyus ketadi, ham $9 plyus bor. Jay ishonib ketganidingiz, qilib ko'rdingiz, xumor kelib qolgandi yoki qo'l qichigandi, sinadingiz, bo'lmadi. Avvalo 1 bo'lmaydi, 2 bo'lmaydi, 3 bo'ladi, 4 bo'ladi deyishimiz ham mumkin. Lekin bir xilsizlar, bir xil o'sha bo'ppalar deyorish u 2 2 noto'g'ri. Undan keyin u texnikani yo'lga chiqarish kerak. Siz aytgandek. Keyin xuddi shuni yil deganingizga aytadigan bo'lsam, hop, masalan 1 yil hunar o'rganadi yoki 1 yil trading o'rganadi. Hop, shunaqada ko'pchilik, masalan, tradingda hozir bizni podkastimiz ko'rayotganlar ham aytishi mumkin, nimaga 1 yil bilim olish kerak, 2 oyda o'rgansa bo'ladi, 3 oyda o'rgansa bo'ladi, deb. Bekorga bu 1 yil deyilmayapti. 1 yil tajriba, bilim olingandan keyin xatolar soni kamayadi va foyda qilish ehtimoli yuqorilashib ketadi. Endi xuddi shuni u, masalan, o'ylashi mumkin, tradingda o'rganish uchun 1 yil ko'p. Lekin hunar o'rganmoqchi bo'lsa, birontaga shogird tushmoqchi bo'lsa ham 1 yil, 2 yil u daromad topmaydi. U hunar o'rganadi xolos. 2 yildan keyin daromad topishi mumkin. Lekin tradingda mana 1 yildan keyin yoki 2 yil vaqtingni ajrat, 2 yildan keyin daromad topishi mumkin desa, ko'p u deydi. Lekin hunar o'rganishga yoki boshqa, masalan, hop, institutda o'qishga ham aytadigan bo'lsak, masalan, 4 yil vaqt institutda o'qishga ketadi. 4 yil bilan cheklansa mayli, 2 yil magistratura o'qiydi. U 6 yil rasxod qildi, u doxod topmadi. 6 yil kredit to'ladi, yeb ichdi, rasxod qildi. 6 yildan keyin u pul topadi.